hech qachon atlet maqsadlaringni bunchalik arzon baholama. Seni bugungi kundagi qaddi qomating 200 ming so'mlik tovar bilan baholanmaydi. U bebaho. Chunki qalbingdagi orzularni pulga sotib olish ilojisi bo'lganda, orzusiga yetmagan shaxs bo'lmasdi bu dunyoda. Uni ilojisi yo'q. Yoshlar juda ham ko'p marketingning qurboni bo'lib qolgan. Bu alohida masala. Bosqichlashni unutib qo'ydi ko'pchilik yoshlar. Kirib kelganda 1, 2, 3 masda birni boshlamasdan turib 100 qachon deydi. No, uni orasida 99 tani hisoblab chiqdingmi, ukam desam yo'q. Shoshilmaslikni maslahat beraman. Shoshilish tuyg'usi juda ham ilgarilab ketgan fikrlash doirasi yoshlar. Fikrlash doirasida kengayish boshqa, ilgarilab ketish boshqa, shunda keraksiz savollar aralashib ketib qoladi. Bu o'zini maqsadlarini yo'lini qiyinlashtirib yuboradi. Ya'ni bir shaxs ishga kirib turib qachon oligarx bo'laman deyishi boshqa narsa. Ikkinchi shaxs ko'p mehnat qilsam albatta oligarx bo'laman deyishi boshqa narsa.